Ko'pchilik moshina ustasini qora ishchi deb biladi, lekin bu aslo unday emas. Boychi bo'lsin, motorist, vulkanizator, kastopraf, avtoelektrik, diagnostikachi bo'lsin. To'g'ri, ustikir, qo'li moy bo'lishi mumkin, lekin ko'ngli pok bo'ladi. Masalan, deylik, vulkanizatsiya ustakalarimiz ertalabdan kechgacha sizlarni diska ballonlaring bilan shug'ullanishadi. 10 yildan beri ishlab kelamiz. 10 yil bo'ldi. Ish jarayon paytida yo bo'lmasam boshqa bir narsalar bo'yicha bir qanaqandir muammolar bormi? Ish jarayoni bo'yicha muammomiz yo'q, faqat mijozlar sal qo'pollik qilishadi. Boshida kelishgandan keyin, narxidan keyin, qilib bo'lgandan keyin boshqa narxda aytib ketishadi. Shuni kelishib olishlik. Bu yerda nimaga podpiska bo'lganmiz? Yo'q, podpiska bo'lmaganmiz. Afsus. Mayli. Ishingizga omad. Siz bilan xayrlashib qolamiz. Berdiyor. Ishingizga omad. Sog' bo'ling aka. Hurmatli usta akalar, agar menga podpiska bo'lgan bo'lsanglar, kichkinagina sovg'am bor sizlarga.